$100 bitta pasport bilan hamma xarajatini ichidan chiqarib bersin. Nima desiz? Anunga to'la, mamnunga to'la qilmasdan. Mashina oldilari butun udar bo'lmagan. Mustaqillar butun hamma tomoni. Test drive qilib ko'rdim, mashina ancha tetigan, lekin hadovoylari ham qoptovdi. Bu chiqaring. Tak, mashina nechu? Faqat kraska probeglarini tekshirib olsak bo'ldi. Mashina ham o'zimizdan ekan. Xo'sh. Ya keling dadam. Assalomu alaykum Dilshod aka. Mashina ham o'zimizdan ekan-da. Assalomu alaykum. Dilshod aka, bu nechinchi yilga olib kelganingiz? Xullas 2022-yil polniy full komplektatsiya, balonli ideal, avtomat korobka, gaz yo'q. Shahar mashinasi. Shahar mashinasi, qarab minilgan mashina. Lekin yaxshi. Hop, Dilshod aka, mana test drive'lar qilib bo'ldik. Hozir ikkita oq, bitta qorani qo'yamiz. O'shanga xaridorlarimizga bop qilib o'zingiz bitta narx belgilasangiz. Endi kelgan mijozlarni har doim o'ylash kerak deyilgan. Hop, nima deysiz? 2022-yil mana ikkita oq Gentra'mizni $100 bitta pasport bilan hamma xarajatini ichidan chiqarib bersin. Nima desiz? Anunga to'la, mamnunga to'la qilmasdan. Endi qora bilasiz, qora bayir. Qora bayir. U boshqacha ishlaydi. Bular endi $400 bilan, chunki bu 2023-yil. $400 bilan pasportga chiqib ketsa. Demak, ikkita 2022-yil oq rang eng full pozisyadagi Gentra'da $300 hamma xarajatlar ichida bitta pasport bilan kelasizlar, 11 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha. Xudo xolasa bitta narsaki, mana har bitta olayotgan mashinani biz xuddi o'zimizga olayotgandek, mana test drive, mana bunaqa narsalar, ko'tarib hamma narsasini ko'rib, ana undan keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Chunki olganinglardan keyin mana shu boladan mashina olib, baraka topdim deyishinglarni biz xohlaymiz. Biz sizlarga nima deydik? Bunaqa tirikchiligimiz bor, lekin bizga asosiy pul emas, sizlarning duoinglar kerak. Sog' bo'linglar. Qancha olasizlarni kutyapti.